30 kilometr yuraman. 30 kilometr yurish. Qanaqa bo'ladi? Suv, naushnik, krossovka. Yurishga tayyorgarlik qilib oldim. Ertalab soat 9 da yurishni boshladim. 5 kilometr tezlikda harakatlanyapman. Oddiy kuni bo'lganiga ko'chalarda odam kam. Yubqa kiyinib olganman. Havo harorati +13. Yarim soat o'tgandan keyin havo isishni boshladi. IT parkka kelganimda 4 kilometr 1 chiqdi. soat o'tdi, 5 kilometr 200 metr chiqdi. Biz hozir Yunusobod tarafga qarab ketyapmiz. Haytavn oldidan o'tib ketardim. Lekin ichiga kirib ko'rmagan ekanman. Iya, chiroyli joy ekan. Lekin odam yo'q. Bozorlarda odam kamayib ketyapti deyishardi. Lekin hamma shu yerda. Mega planet. 10 kilometr o'tdi. 3dan 1 qismi o'tdi. Telebashnaga yetib keldim. Oldidagi bog'ga kirib o'tdim. Oxirgi marta 3-sinfimda bo'lganimda kirgan ekanman. Yo'lga qaytamiz. Boshida sovqat o'tdim. Keyin organizm o'rganib ketdi. Zerikmaslik uchun podkastda eshitib ketyapman. 15 kilometr. Rovna yarimi o'tdi. Bularni turishini qarang. Yugurishga nisbatan oyoqlar yurish dori etgan. Meni yaxshi ko'radigan lokatsiyalarimdan biri. Tabiatni qarang. Odamlar mazza qilib piknik qilishyapti. Shu challenge orqali butun Toshkentni aylanib chiqyapman. Lekin o'zingiz yurib o'tsangiz Toshkent kichkinaga o'xshaydi. Yuguradiganlar kommentariyada neshtamiz. Shunaqa qilib Toshkent City'ga yetib keldim. Rovna 20 kilometr chiqdi. Endi uyga qaytamiz. 3-4 soatdan beri yo'lda harakatlanyapman. 23 kilometr o'tdi. Men Sumga yetib keldim. Bahonada o'zimni ishlarimni ham qilib oldim. Organizmga oziqa berish kerak. 25 kilometr. Fruktovoy smuzi oldim. Ekopark eski Toshmin oldidagi mostga yetib keldik. 28 kilometr o'tdik. Legendarniy avariya bo'lgan joy. 1 kilometr qoldi. Oyoqlarim bemalol yana 10 kilometrni ko'tara oladi. Oxirgi borib yugurib qo'ydim. 30 kilometr masofani 5 soat 53 minutda o'tdim. Umumiy hisobda 36 mingta qadam chiqdi. Agar kontent yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Menda hammasi sport haqida.